Yana bitta uchasnitsamiz keldilar. Hozir savol berib, podarkalarni вручать qilaman. Sizga charos savolimiz bor. Mana qarang, uyda ish qilasizmi? Da. Uyda mana uy ishlariga kamroq vaqt sarflasangiz, bo'sh qolgan vaqtni nimaga aniq qilgan bo'larsiz, ishlatgan bo'larsiz? Nimaga sarflagan bo'lasiz? Mani chaqaloq egizaklarim bor. Egizak bolalarim bor. Men ularni to'g'risini aytsam, kiyimlari rosa dog' bo'lib qolardi-da. Anaqa echki sutini berganda dog' bo'lib qoladi deb. Salfetkalarida. Keyin 4 oydan beri mana 4 oylik bo'lishdi. Chillasi chiqqandan keyin mana shu anaqani Aqua Magic sredstvasini xo'jayinim olib keldilar. O'shani ishlatayotganimdan beri anaqa уже umuman dog' yo'q-da. Mana 4 oydan beri o'sha salfetkalar hali ham yangi deydi. Har kuni bo'lmasa ishlataman. Просто men честный отзыв sizlarga hech qanaqa reklama nimadir emas, bularga pul to'lamagan yoki boshqa emas. Men o'zim yaxshi ko'rib bu mahsulotni ishlataman. O'sha sredstvani даже men posudaga ham ishlatib ko'rdim-da. Shuni yaltiratib qo'ydim. Mana shunaqa kir posudada yeyaptimi degan anaqa bo'ldi-da. Qo'shuvlarni yaltiratib berdi. Rahmat. Konkurs yutaman deb o'ylovmidingiz? Yo'q, men o'zi to'g'risini aytsam, konkurs bo'layotganini bilganim ham yo'q. Shuni anaqa qaramayman, o'zi yozdim masraga. Hamkorlik u yoq bu yoqda barterga ishlaymiz-mi deganimda, keyin hozircha короче yo'q deyishdi-da. Keyin undan keyin men aytdim, miyamni va qarab turinglar, hali yozasizlar. Просто lekin ichimda yomon anaqa bo'lmadi-da. Просто menga mahsulotlar yoqqani uchun yozgandim. Keyin qarasam konkurs bo'lyapti, siz yutdingiz deb kelishdi. Keyin men yozdim va adashmayapsizlar. Qanaqa konkurs dedim-da. Просто video olganlar mahsulotimiz bilan, lekin konkursimizga tushib qolganlar. Haqqoniy ekanmi? Da, haqqoniy ekan. Ikkita video qo'ygandim. Mana hamma uchasniklarga podarka beryapmiz. Siz uchun podarkamiz bor. Video olganingizga, shunchaki vaqtingizni ketkazganingizga bu dazmol, akvariyatil bolaringizga, bunaqasiga, bolaringizga kiyimini bemalol tez dazmol qilib qo'ysangiz bo'ladi va Aqua Magic mahsulotlari. Bu yerda novinkamiz ham bor. Sizga ko'rsatib o'taman. Qarang, 1 kilolik кислородный очиститель. Men o'z mashina ishlatasiz bolalaringizga tak sprey, Aqua Magic spreyi bemalol qarang, oyoq kiyimlarni ham, kiyimlarga ham qilsangiz zo'r ketkazadi. Mebelga ham hozir tushuntiraman yana va bizning novinkamiz dog' ketkazadigan salfetkamiz. Sizga hammasini sovg'aga beryapmiz. Rahmat. Rahmat sizga ham. Sizga sport.